juda keng qo'llaniluvchi ushbu burun tomchisi bolani hatto koma holatiga tushirib qo'yishi mumkin. Yosh bolalarda, ayniqsa emizikli davrda turli sabablarga ko'ra burun bitish holatlari tez-tez uchrab turadi. Natijada bola burundan nafas olishga qiynaladi va burun ochuvchi dorilarni qo'llashga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ushbu dorilar insonni yoshiga qarab 1 yoshgacha, 6 yoshgacha va 6 yoshdan kattalar uchun maxsus dozalarda ishlab chiqariladi. Agarda bolalarga ushbu dorilarni noto'g'ri tanlab, noto'g'ri dozalarda qo'llanilsa, og'ir oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Deyarli hammaga tanish bo'lgan ushbu dori vositasining nomi naftizin bo'lib, tavsiya qilingan qolgan burun ochuvchi dorilardan bir necha barobar kuchli hisoblanadi. Naftizinni amaliyotda bolalarga, ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga noto'g'ri dozalarda qo'llash natijasida yurak qon tomir tizimi, nafas tizimi va nerv tizimi bilan bog'liq turli ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelgan. Bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda dorilarni to'g'ri tanlab, to'g'ri qo'llang. Farzandi bor tanishlaringizga ham foydali bo'lishi uchun videoni ularga yuboring. Foydali tibbiy ma'lumotlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.